Eron AQShning Abu Dabidagi aviabazasiga javob zarbalari yo'llagach, Birlashgan Arab Amirliklari Yaqin Sharq mojarosining markazida qoldi. Harbiy obyektlardan tashqari Dubay va Abu Dabidagi fuqarolik obyektlari ham zarbalarga duch keldi. Eronning maqsadi Abu Dabidan 30 km uzoqlikda joylashgan Al-Dafra aviabazasi bo'lgandi. Biroq portlashlar nafaqat baza hududida, balki Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti hamda Dubay shaharlarida ham sodir bo'ldi. Reuters agentligining ma'lumot berishicha, muhtasham Dubay Marina tumani hududida portlashlar qayd etilgan. Abu Dabida raketa qoldiqlari tushishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan. Havo hujumidan mudofaa tizimi Dubay osmonida bir nechta Eron raketalarini urib tushirdi. Xabarlarga ko'ra, raketalardan biri Palma Jumayra orolidagi Atlantis The Royal mehmonxonasi ustida urib tushirilgan. Mo'jiza tufayli hech kimga zarar yetmagan. Guvohlar shuningdek Fairmont the Palm, Five mehmonxonalari va Adagio mehmonxonasi yaqinidagi bino hududida ham portlashlar bo'lganini aytishmoqda. Yana bir raketa Abu Dabidagi Al-Raha Beach Resort Spa kurorti va balandligi 250 metrli Ayn Dubai charxpalagi yaqinida urib tushirildi. Qator ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Dubayda joylashgan dunyodagi eng baland bino Burj Khalifadan odamlar evakuatsiya qilingan. Shaharda taksi xizmatida muammolar paydo bo'lgan, ko'plab do'konlar yopib qo'yilgan. Xabar qilinishicha, portlashlardan eng ko'p aviaqatnovlar jabr ko'rgan. Kun o'rtasiga kelib, 100 ga yaqin aviareys bekor qilingan va bu raqam o'sib bormoqda. Mintaqa qaynoq nuqtaga aylangani bois qator aviakompaniyalar, jumladan Emirates, Fly Dubai, Qatar Airways, Air India parvozlarini to'xtatdi. Dubay xalqaro aeroporti va Al Maktoum aeroporti faoliyati to'xtatildi. Reyslar qabul qilinmayapti va parvoz qilmayapti. Aholi va shahar mehmonlaridan aeroportlarga kelmaslik so'ralgan.